Umrimning quyoshi edingiz ota, har qatim nuringiz jonimga darmon. Men sizni eslasam qalbimga qayta tag'in sapcha boshlar sog'inch va armon. Endigi yakuniy so'zni mana shu kechaning tashkilotchilaridan biri va homiysi Kamoljon akaning o'g'illari Botir Kamolovich Xayrli aka beramiz. Marhamat. Ana qarsak. Adil yolib turmanda. Otam bo'lishim kelyapti. Kamal Xayrli bo'lishim kelyapti. Shunchalar shodlanib bo'lish niyatim kelyapti. Shunaqa qushday yengil bo'lib o'tiribmanki, og'ir batnigani kiymaganda hozir uchib yurardim. Shunchalik qalbim, yuragim to'lib toshganki, siz azizlarga ming ta'zim, ming rahmat. Xalqimga, padarimiz qoldirgan iz qadrg'ochlarga ming ta'zim. Ki mana shunday ulug'vor, ajoyib ayyomni, yubileyni tashrif qilganlaringizga ming ta'zim. Bu yerda nafaqat Buxoromizning asl farzandlari, balki o'zlarining vaqtlarini ayamay, qimmatli vaqtlarini ayamay kelgan Toshkentdan, Jizzaxdan, Samarqanddan kelishgan. Kelinki ular shunaqa bir ta'sirotlar bilan kelganki, bu insonlarga ming ta'zim, ming shukrlar bo'lsinki, xush kelibsiz. Qadamingizga hasanot. Bugungi bo'lgan tadbir shunaqa bir olamshumul bo'ldiki, qarangki, qanchalar xalqning duosiga musharraf bo'lishni o'zi bu katta gap. Qancha xalq dadamizni eslab, yod olib, qo'lni o'sha oshga cho'zganda duo qilib, u kishining o'g'illariga, u kishining shogirdlariga yana iymon, barkamollik, ulug'vorlik tiladi. Buni tashkil qilgan men Mirza akani ko'rganda o'zimni otamday ko'raman. Shunday ko'rsam, bag'rimga bosib hech qo'yolgim kelmaydi. Go'zal inson. Dunyoda qanchalar bo'lsa, ta'zim bu unutilmaydi. Aka, siz dadamni duolarini olgansiz. Siz dadamning ilm va ma'rifatini olgan ekansiz. Siz doimo minglab, millionlab farzandlarimizga, yoshlarga, xalqimizga mo'tabar inson bo'lib hamisha qolasiz va shunday qadrg'ochlarni yaratasiz. Salomat bo'ling. Men ruxsat bersangizlar, mana shu davrani tashkil qilgan insonlarga bir o'zimni hurmatimni bildirsam-da, keyinchalik mana bu yerda g'oliblarga o'zlarining sovg'alarini topshirsak. O'zlarining katta hissalarini qo'shgan avvalambor kelinki bizning o'sha shu dargohning universitet rektoratiga ming ta'zim. Fakultet pedagogimiz, ya'ni universitetimizning dekanlari endi aytib o'tdim. Yana Mahmudov Mers Hasanovichga ming rahmat. U kishini muominlari Azizov Baxtiyorjonga ming rahmat. Bitta qarsak bo'lish insonga Rasulov O'rmas akaga bitta qarsak.
Ming rahmat. Ming rahmat. Xudo akamda. Xuddi bir mehribonimday shunchalik bu kishi. Endi men so'z topa olmayapman-da. Bu bir rahmat. Norjon opamga, domlamiz meni tarbiya qilgan. Norjon Qosimova bir o'rinlarni. Rahmat. Rahmat. Bu kishining yordamchilari bu yerda bolalar Gavharxon bir chiqing. Go'zallik bilan, go'zallik nimalari bilan, ta'zim sizga. Rahmat. Bosh bo'lib, ertan nimagacha. Rahmat, ming ta'zim. Kelinki Sadriddin Ayni teatrning bosh rejissyori bugungi kunda Toshkentimizda katta faoliyat ishga o'tayotgan Anvar Azimovga можно сюда? Я вас очень прошу. Пожалуйста. Mana shu postanovkani rejissyori bu kishi bo'lsa, men o'zim maqtab qo'yay. Yaxshilikka yomonlik prodyuser men yozganman. Menga ham tabrik bormi? Rahmat Anvarga. Teatrimiz Sadriddin Ayni direksiyasiga, shu kishi bo'lmasalar kerak, ana shu kostyumlarni yaratishga. Mana shu bolalarmi? Mana bir o'ringizdan turing. Yuring, bizning akaxonimiz teatrimiz Ayni direktori. Mana shu bugungi kunda kostyumlarni yaratgan mana shu teatrdan taniqli artistlarimizni berib mana shu yerda rol o'ynatib, mana shu sizlarni ko'z yoshi darajasiga olib kelgan mana shu insonning ajoyib san'atkorlar she'rga o'ynadi. O'sha san'atkorlarga ming rahmat, she'rga chiqib o'ynagan. Salomat bo'linglar. Kelinki musiqa bilim yurtining direktori Yarashevga ming ta'zimki, mana shu ajoyib go'zal sozanda xonandalarni olib kostyumlar bilan yordam qilishgan inson. Rahmat sizga. Agar she'rlar bo'lsa, mana qizlari she'rda go'zal qizlar. Salomat bo'linglar. Ming rahmat. Umuman mana she'rdagi hamma insonlardan, mana she'rda har bir go'zal inson, qizmi, yigitmi, olimmi, she'rda qatnashganingizdan ming marotaba sizlarga katta rahmatki, mana shunday ajoyib bugungi davrani o'tirishiga sababchi bo'lgan sizlarsiz. Hozir dadamning ruhlari uchib yuribdi. Bu kunni men tanladim. Nimaga deganda, payshanba kuni arvohlar pastga tushar ekanda. Mendan so'rashdi, qaysi kun? Payshanba kuni bego'y juma dadamiz yuribdi. Dadajon, rahmat sizga mana shuni kollektivni tayyorlab, mana o'g'lingizni shu sahnaga chiqargan dadamizga ham rahmat bo'lsin. Kamol xayrli. Ruxsatlaringiz bilan bugungi kunda mana yaxshi she'r, yaxshi rasm, mana qarang, chiroyli rasmlar yaratilgan insonlarni taqdirlashga ruxsat bersangizlar. Men hozir Jizzax, Samarqand viloyatlaridan kelgan insonlarimizning ikkovlarini chaqirsamda, ular o'zlari bilan sovg'alar bilan kelgan. O'sha yaxshi xizmat qilgan insonlarga o'zlarining sovg'alarini olib kelishgan. Hozir men shu davrada bir ajoyib Jizzaxning bir ko'rkam yigitlardan bor. She'rda bir o'ringizdan tursangiz, she'rda kelib kimligingizni, ismi sharifingizni aytsamda, mumkinmi? Qani qarasak? Jizzaxdan. Qanaqa? Kelinglar qani. Mana shu insonlar o'sha joylardan kelib, nima qilib, katta shu Buxoromizni ziyorat qilib, otamiz mazorlarini ziyorat qilib kelib, mana bugungi kunda bizning obro'yimizga obro', e'tiborga e'tibor, mana shirin suxanlari bilan chiqib nima qilishdi. Hozir men ruxsat bersangizlar, she'rda shu yigitlarning chiroylisi bor-da, Bahromjon degan. Shu juda inson, shu insonni shu davraga chaqirsam,
Qani qarsak, Bahromjon, mumkinmi? Sovg'a salomlari bilan ana gullar, ana jajjigina qizimiz bor. O'sha gullarni ko'tarib olib chiqsin. Qani yordam qilinglarchi? Qani Ergash aka, ruxsat bersangiz siz ham agar chiqib bir yordam qilsangiz agar yaxshi bo'lardi. Tak. Qarsaklar, anaga. Qo'yib keling o'shani. Yo'la chiqinglar bu yerda. Sahnaga chiqish kerak-da, sahnaga. Yo'q, pastga tushamiz. Ya davat she'rda. Men hozir respublikamiz emas, butun dunyo mashali Oxirjon aka Safarovni shu yerda yana bir bor chaqirsam. Chunki dadam aytyaptilar, chaqir yana shogirdim deb. Bu kishi birinchi o'rin olgan. She'r yaratishni birinchi o'rin olgan. Oxirjon 1 minut. Ruxsat bersa shu sahnada va shuncha chiroyli yigitlarimiz sizni hozir birmiz o'sha narsalar bilan mukofotlashmoqchi. Hozirgi so'zni Bahromjonga beramiz. Bahromjon Jizzaxdan kelib tabriklaymiz deb shuncha yo'l bosib kelgansiz. Birinchi o'rin olgan she'r bilan. Rahmat. Botir aka, to'g'ri aytdingiz. Men buxoroliklarga ta'zim qilaman. Yuqorida yaxshi so'zlar o'tdi. Mana shu otamiz xotirasiga, mana shu xotira kuniga xizmat qilgan insonlar, men o'ylayman, eliga xizmat qilyapti deb. Mana shu bugun mana o'zini xizmatini, o'zini astoydilligini, burchini ato qilgan akajonimizga mana shu kichik sovg'ani Botir aka siz tomonidan berishingizni so'rayman. Rahmat. Botir aka, marhamat. Bu Jizzaxliklardan agar shu qaramizni jo'jolganda mana bu sovg'a bizning firmamizdan Azizxon qardosh. Rahmat e'tibor uchun, lekin men qanaqadir sovrin uchun she'r yozganim yo'q. Men yuragimdagi ustozga bo'lgan muhabbatimni ifodalab, bugun o'sha she'rni aytib berdim. Gap shundaki, ustoz haqiqatdan ham bizga ham xuddi otaday mehribonlik ko'rsatganini hech qachon unutib bo'lmaydi. 50 yoshliklarda ham, 60 yoshliklarda ham xuddi shu ishni qiluvdim. U paytda institut gazetasining muharriri sifatida sahifa material uyushtirgan edim. Bugun o'sha an'ana so'nmasin uchun ustoz oldidagi burchimni, o'sha ulug' insonga bo'lgan muhabbatimni ruhi oldida bir marta elga aytishni burch deb bildim. Shu uchun o'sha she'r bitilgan edi. Shunday kunga mabodo o'sha ruh hisobidan mana shu e'tibor bo'lgan bo'lsa, yana o'sha ruhga qulluq qilaman. Barhayot bo'lsin. Sizlar hamisha shod bo'linglar. Tashakkur. Ming rahmat. Salomat bo'ling. Sizni ko'rganda odamimizni eshitlashning o'zi bir katta baxt. Ilom shunaqa shogirdlarning izini yana ko'paytirishga o'zingiz hissangizni qo'ysangiz, biz sizni shogirdlaringizmiz. Biz sizni qanotlaringiz. Ulg'ayib shogirdlarning ko'payishiga hissangizni qo'yishni o'zi bu dadamning ruhlarini hamisha shod etish degan gap. Salomat bo'ling. Xush kelibsiz. Endi bu kishi Oxirjon aka juda yaxshi gapirdilar. Bu yerda narsa uchun emas, mukofotlash, she'r yozish uchun emas. Bu bilasizmi, biz tadbirda shuni yozib qo'ydikki, she'r yozishda, rasm yozishda kim birinchi o'rin olsa, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, studentmi, olimmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar u mukofotlanadi. Shu uchun Oxirjon aka bizni to'g'ri tushunadi degan umiddamiz. Bitta qarsak biz shu gapni. Hozir yana birinchi o'rinni olgan
Mana shu rasmni bir agar ko'ryapsizlar-a? Dadamizga o'xshab qolganmi? Agar shuni bir yaxshiroq ko'rsatsangizlar-da, shuni ijodkori bir ajoyib rassom shu Samadov Olim aka degan inson bor. Samadov Olim aka. 1 minut bu yoqqa. Mana. Mana shunday qisqa kunda mancha kechalari tongga ulab shu insonimiz yaratgan ekan, ming ta'zim. Dadamizni yaratdi-ya. Assalomu alaykum. Qara, mana shu doimo bizni dadamizni eslatib, u kishi nafaqat shu partiyadan, hattoki katta partiyalarni qilib konkurslarda chiqsangiz, biz boshimiz o'zaro toj bo'ladi. Ming rahmat birinchi o'rinni olganingiz uchun, rasm qilganingiz uchun. Mana bu gul. Mana bu sovrin ham o'sha gullar bilan doim esda bo'lganini aytaman. Salomat bo'ling. Rahmat. Xush kelibsiz. Agar ruxsat bersangizlar, mana shu bu kunda o'zlarining xizmatlari bilan tanilgan insonlarni ham bir sovg'a bersak, ha? Qanday yaxshi bo'ladi. Melis akamga. Можна. Будка. Come on. Aka xonimga. Ming rahmat. Boyqadamizga hasanot. Ta'zim sizga, minnatingizga, qilgan tashkilotchiligingizga, oilamiz nomidan, ishxonamiz nomidan doimo mana shu ishda gullar ko'karsin, yashnang. Ulug'lang, biz sizni doimo xizmatingizda shogirdlarimiz. Salomat bo'ling. Minnatingizga rahmat. Baxtiyorjon. Berot. Garanki kecha o'sha tadbirni qilishda, osh berishda hamma narsa qilinibdi, shu hezu masalasini esdan chiqib qoldi-da. Endi shu yelib yugurgan narsa faqat bizga o'sha bor bir naql xalqimizga qo'yini bergan shu ipini bermabdi degan gap bo'ldi. Menga aytayapti bu kishi, shu o'tin qopdi-da. Shuna qaradimda, men dedim, dadam bo'lganda hech qachon mendan o'tin so'ramasdi. Chunki qo'llarida shunchalar raislar o'g'li bor o'qiydi. Brigadirlar o'g'li bor. Bir og'iz aytsa edi, men o'tin ko'tarib beraman. Keling men bor. Shuna aytlarda bo'ldi. Men tushundim sizni deb, qarangki ertalab o'sha bir tom o'tin ham kelib qopti. Gap o'tinda emas. Mana shu boshdan birinchi kundan boshlab shu butun tadbirlarni kecha kunduzi kunda uxlamay qilgan mana shu azim insonga bir qarsak bo'lsin. Qarsak. Bana ruxsat bersangizlar, bizni opaxonimiz ham, domlamiz ham she'rdilar. Nima bir tursangiz o'ringizdan endi. Qara, o'sha ijodkor, o'sha ajoyib domlamiz. Qara. Muzikali bo'lsa-chi. Ana qarsaklar. Prodyuser, ijodkor boshdan oxirigacha chizib yozib bergan. Ming rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Ko'tariblarmi? Mayli. Mana bu turing hozir. Ustoz Kamol Xayrullayevich haqlarida juda ko'p gapirildi. Menning gapimga hojat yo'q. Men Botir Kamolovich haqida bir og'izgina gapirish niyatim bor edi. Men Botirjonni o'qitganim bilan, bularga o'qituvchilik qilish baxtiga muyassar bo'lganim bilan faxrlanaman.
Kamol Xayrullayevichning baxtlari shundaki, ana shunday bir ajoyib farzandlari bor. Jahonda eng oliy ne'matdir farzand. Farzand bo'lur yolg'iz joningga payvand. Farzand bilan to'lur maqsuding jomi, farzand bilan qolur har kimning nomi. Ana shunday Kamol Xayrullayevday insonga munosib farzand bo'lib, respublikamizning jamiki tadbirlarini Buxoroning an'anaviy san'atlari bilan bezab turadigan, hatto prezidentimizga Buxoro zardo'z to'nlarini etib o'z qo'llari bilan kiygizish baxtiga muyassar bo'lgan va ota hurmatini mana shunday yuksaklarga ko'tarib, katta studentlar davrasida katta dosh qozonlarga osh berib, o qadar buzrukvorning ruhlarini bunchalik yuksaklarga ko'targan ana shu farzandga va bu kishi bilan birga o'tirgan mana bu farzandlar, nabiralarga, hammalarga tasanno aytaman. Bu ibrat barchamizni yaxshiliklarga undaydi deb o'ylayman. Rahmat Botirjon, sizni tabriklayman. Mana bu bugungi kunda kelinki eng olim janoblarimizdan olijanobi kelinki bu kishi shunchalik qaysi davraga bo'lmasin o'sha davrani larzaga solib o'tirgan inson, o'zining talanti, musiqasi, ovozi bilan, insonligi bilan man degan inson, ajoyib xud barakali inson davramizda o'lmasanga o'tiribdilar. Shu kishiga ta'zim. O'lmasaga. Qani qarsaklarini tayyorlaylik. Afti jonlar. Savobalar sizdan. Açık bir soğa. Ma'qul. Mana bu Kadar so'p qo'yamiz, kelasi kun. Salomat bo'ling, rahmat. Mana shu davrani endi spektaklni yaratishga juda muvaffaq bo'lgan insonimiz Anvar aka Azimov borlar. Anvar aka, можно вам минуточку? Огромный подарок для вас, потому что вы мой друг. Qani, Anvar aka bir narsa demoqchi edi shekilli, ha? Endi shuncha chiroyli suxanlar bo'lgandan keyin menga ijodkor sifatida qiyin bo'lar ekan gaplashishni. O'sha uchun men bitta so'zim bilan izhor eta qolaman. Mustaqilligimiz ajoyib, davrimiz juda yaxshi. Hayotimiz gullab kamol topmoqda. Shunday vaqtda ruhlarni shod qilish, arvohlarni shod qilish bu katta burch, katta matonat, katta fayz, barakot. Mana shunday men shu bugungi tashkil qilingan tadbirlarning barchasini men o'ylayman, mana shu institut, universitet rahbarlariga, jamoasiga, doktor professorlariga, dosentlariga kattadan katta rahmat deyman. Biz buyuk kuchmiz. Buyukligimiz mana shundan ma'lum bo'lyapti. Biz kim? Mulki Turon, Amiri Turkistonmiz. Xudoning qul bandasi Amir Temur so'zim, xushhol ko'rmoqda men avlodlarimni. Tag'in qad rostlamış men tuzgan davlat, qayta zafar topmish insof, adolat. Jahonda barqaror bo'lsin deb tinchlik,
Turon xalqlariga saodat uchun yo'qqa evrilsin deb yolg'onchi dunyo men ko'rsatib o'tdim qilichning kuchin. Biling, mening ruhim shodmondir bugun. Gullab kamol topmish azim Turkiston. Hushyor bo'l, dadil bo'l azamat xalqim, senga madadkorman o'zim Turkiston. Mana shunday ajoyib Turkistonning ajoyib o'g'lonlariga tasanno, ta'zim. Mana shunday ajoyib Turkistonning ajoyib ilm fan shoirlariga ta'zim, tasanno. Sizlar borsizlar, hayotimiz qaynoq bo'ladi. Sizlar borsizlar, hayotimiz jo'shqin bo'ladi. Sizlar borsizlar, nafaqat tiriklarimiz, hattoki volidai muhtaramalarimiz ham, o'tib ketgan avlod ajdodlarimiz ruhlari ham shod bo'ladi. Mana shu shodlik hech qachon hech qayerdan arimasin. Hammaning uyiga qut barakot, fayz barakatlar ayrimasin. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat e'tiborlar uchun. Botir Kamol sizga rahmat kattadan. Rahmat. Qarsaklar. Salomat bo'ling. Gapirib charchatgan bo'lsam kerak-a. Endi tushib ketsam bo'ladimi? Mayli, rahmat. Yana bir ta'zim, menimcha gap qolmadi. Yana konsert. Bu yog'i qancha o'tirsangizlar Allohdan. Ana hali e'lonlar bor, muzikalar bor, o'yinlar bor. Menimcha bir davom. Rahmat hammalaringizga. Salomat bo'ling. Men o'lsam agar tegramda giryon bo'lmang. Jononima topshiring-yu nolon bo'lmang. Jonsiz labim uzra lab qo'yib jononim jon ato etsagar menga hayron bo'lmang. Rock buzruk maqomidan ijro etadi ansambl. Thank you.
bilan o'tkazilgan xotira chirog'i o'chmaydi deb nomlangan kechamizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'linglar.